Gapiga tushunmay sig'maydi gap. Mana sindoshlar. Cho'tkaga intervyu berib qo'yaman, videoga olsam. Sindoshlar. Bugun 2025-yil 20-martga Navro'z oldi. Navruzga bir kun qoldi. Ro'za oyi. Ro'zaning 20 kuni o'tib ketdi mana. Xudo xohlasa bolalar bilan iftorlik qilib o'tiribmiz. Halim solmoqchimiz, mana halim. Qozondan ko'rsatib. Nima? Eshitayotganim yo'q lekin gap bor. Yo'q, paxta yo'q, yetdim-ku. 9 BL bular. 9 BL. 9 BL bo'ladi. Mana bugun 20 Aytmay qo'ymadim, so'kib ketgan joy. Yo'q, 25-yil. Boshqatdanmi bo'lyaptimi shunda? Boshqatdan. Mana ro'za oyini 20-kuni ham o'tish arafasida mana qalam qilmoqchi biza bolalar bilan. Ramazon ulfatli uyda biza xonadonida. Xonadonlarda yaxshi to'ylar. Iftorlik dasturxonida sindoshlar mana o'tiribdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Umar og'ayimizning ham shu bu yil uylantirish nasib qilsin inshaalloh. Allohu akbar. Mana sindoshlar. Yarmi piyoda. Oshxonada ham bor, oshxonada. Nima ovqat bo'lyapti hozir? Bitta shu ochish iloji bormi? Yo'qda. 5 minutdan ochamiz. Mana atasiga qarab turadigan sindoshlarimiz ham bor mana. Surat choy ichkardan o'tirib. Gap bo'lishi mumkin emas. Abduqodir keldi mana. Bizani eng erkatoyimiz mana shu. To'g'ri erkatoylar. Erkatoyimiz, polvonimiz. Mana hammaga bir xil narsa kelgan. Mana shu erkatoyimizga boshqacha narsalar kelgan. Boshqacha narsalar. Kichkinaligini qarang. Mana bizani eng kichkina erkatoylardan.